slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz muz ishlab chiqaradigan kichkinagina sexga yetib keldik. Videomiz mobaynida qanday holatda muzlar ishlab chiqariladi, nimalarga ishlatiladi, shular haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Mana muz ishlab chiqarishimiz dastlabki jarayoni. Ya'ni bu setkamiz ichida 10 dona shunday kilitkalar bor. Bu kilitkalarimizga birinchi muzdagina suv quyamiz. Suvni mana bu joyda anchagina sovuq holatga keltirib olamiz. Bu yerdan chiqqan suvni kilitkalarga to'ldirib chiqamiz. Bunday qilib qattiq chiqadi. Mana to'ldiryapmiz. Ustaga buni ichiga necha litr suv sig'adi? Necha litr? Demak, buni ichiga bir 30 litr atrofida suv sig'adi ekan. Demak, kilitkalar to'ldirib bo'lganimizdan so'ng mana bunday yasalgan maxsus tal bor bu yerda. Shu tal yordamida ko'taramiz. Ko'tarib mana sekin astalik bilan yerga joylaymiz. Buni ichida tuz qo'shilgan suv aylanadi ekan. Ya'ni mana bu ko'rib turgan suvingiz kilitkalar atrofida aylanib turgan suv oddiy suv emas, tuz qo'shilgan sho'r suv. Sababi sho'r suv muzlamaydi. Shuni hisobiga sho'r suv aylanishar ekan. Mana bu yondagi kilitkalarda deyarli muz 90% tayyor bo'libdi mana. Bu ham xudo xolasa ertaga shu paytga doğru xuddi shu holatga, qattiq holatga kelib qoladi. Mana bu yerda qanday apparatlarimiz mavjud. Ya'ni shu oddiygina suvni 24 soat mobaynida muz shakliga keltirib berish uchun mana bu apparatlarimizning xizmati juda beqiyos. Mana bu yerdan suv chiqib, bu yerda shu suv aylanib oxiri 24 soat mobaynida muz shakliga aylantirib qo'yadi. Qanday holatda muz paydo bo'ladi? Bir kunda 110 dona muz ishlab chiqarishar ekan. Mana bunday holatda. Uzunligi 1 metr, eni 30 santimetr. Mana bunday qalblardan 110 dona bor ekan. Bu muzlarimizni ko'proq baliqchi akalarimiz olishyapti. Ya'ni Toshkent tarafga, uzoq manzillarga baliqni achitmasdan olib ketish uchun muzdan foydalanishadi. Optim vaqtda 10 mingdan 12 minggacha baholanyapti narxi. Sutpurish akalarimizga ham qo'l kelyapti. Ya'ni uzoq masofaga olib ketishda achib qolmasligini ta'minlab beradi. Bunday holatda. Juda ham qattiq muzlagan ekan. Oddiygina muzbas ekan bu. 24 soat mobaynida oddiy suvni muzga aylantirib sotishyapti. Qisqacha qilib aytganda suvni pul qilinyapti. Kimga shunaqa muz mahsulotlari kerak bo'lsa yoki shunga o'xshagan muz ishlab chiqaradigan sex qiziq bo'lsa, pastdagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, like va kommentariya kutib qolaman.